Arkadaşlar bugün sınavına kanalına albatta kanalga o'tib qo'yinglar. Sardor O'zdeyan o'rtasida chiziqchasi bor. Unga biz o'yinga ketdik. O'yinga kirganimizdan keyin sizlarga bir gapim bor. Like va obuna esingizdan chiqmasin. O'tgan bir videomizga like bosganimiz uchun 2 million 400 bo'pti. Uncha sizlarga omad ko'ringlar. Birozdan keyin ovozim chiqmay qoladi. Mikrofonim ishlamaydi. Uncha bo'lsa sog' bo'linglar. Bola, kallasini. Bizni Minecraft'ga kirovamizni. Bu Minecraft'ning yangi versiyasi. Ben oldingi Minecraft'ni o'chirib tashladim. Chunki u menga yoqmadi. Lekin bu Minecraft'da hardcore ishlamas ekan. Nimagadir bug bo'lyaptimi bilmadim-ku. Menga farqi yo'q. Vijovaniya qilamiz. Vijovaniya. Do'stlar, bugün sınavına başladık. O'zinglarda qarang. Qaytadi borib, bezorab sınavni 2 oy umavman. Kech o'rab kaltakladilar. Timur. Tez bo'laylik. Daraxt topamiz, ketdik. Daraxt. Daraxtlarni sevaman. Daraxtlarni sevaman. Uncha bo'lsa daraxtni chop bo'laylik. Endi bizlar daraxtni chop bo'lganimizdan keyin temirni olamiz. Mikrofonim ishlamay qolyapti. Keyinroq gaplashamiz. Ungacha do'stim gaplashib turadi. Bola, tezroq daraxtlarni chopish kerak. U yerda temir turibdi. Uni olsak juda ham zo'r bo'lar edi va o'yinning boshidan kuchayib ketarmiz. Balkim 4 ta, balkim 5 ta. Mikrofonim nega ishlamayapti desam, mening mikrofonim upligidan olinmagan. Chunki men sifatsiz narsa o'rgandim. 1989-yilda olganman. Shundan beri ishlatyapman. Yoshim 18da. Oldindan keyin bilmasam bizda so'raylar. Mani yoshim esa. Ben yoshim bo'lsa qizlar. Jo'ram 18 yoshda. Men unga bo'lsa Buxoroga ketib kerak. Chunki operatsiya qilyaptilar bizda. Ukam bungacha o'ynab turadi. Men Buxoroga boraman. Ertaga ukam olib turadi. Hamma videoni ukam sog'ib bo'linglar. Mikrofonimni o'chirib ketyapman. Bola, bizlar daraxtlarni maydalab oldik. Endi shop yashaymiz va legendarniy versiya chop etmay qolmaydi. Bola, ben keldim. O'rib-tukib buni. Sizlar bilan yana izoh keladi. O'zi operatsiya yana qiyin o'tdi-da. Ukam nimalar qildi sizlar? Kommentariyga yozib qoldiringlar va like va obuna bo'linglar. Xo'pmi? Sizlardan iltimos so'rayman, like va obuna bo'linglar. Iltimos. Kuchayib ketaylik. 100 mingta bo'lsak
sizlarga rahmat aytamiz. Tushundingizmi? Bu ukamning kanali, o'zimni kanalim ikkita. Ularni keyingi videolarda aytamiz. Uchinchisi sog' bo'ling, sog' bo'linglar deyman. O'yinni davom ettiringlar, ko'rishni boshlanglar va kayf etib yo'tinglar. Yeyishga ichishga narsalar olib kelib, maza qilib yeb ko'ringlar. Do'stlar, shuncha toshakda kerak. Yana bilmadim. Men birinchi o'rinda kirgan. Qilich, lapatka va oxirgisi bolta yasadim. Ana endi ularni joylashtirib olamiz. Inventor qani? Menga beringlar, men Mana inventorni topdim. Sen eskivesi ekanmi? Ola, narsalarimizni joyiga keltirib oldik. Ana endi temirlarni kovlashga navbat. Ungacha esa mening akam gapirib turadi. Aytgancha, mening akamning ikkita kanali bor. Birinchisi Ezozbek 07, ikkinchisi esa Ezozbek 120. Albatta akamning kanaliga ham kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham katta rahmat. Oldindan rahmat. ha, biz burnimizni qisib gapiryapmiz. Chunki bizning qobiliyatimiz katta. Shuning uchun Biz hali hech kimga yuzimizni ko'rsatmoqchi emasmiz. Qachon biz mingta bo'lsak, yuzimizni ko'rsatib hardcore o'ynayman. ha, Akam va men. qo'shilib bo'lsa ham, qayerdan bo'lsa ham o'ynaymiz. Chunki biz Birgamiz. Har doim birgamiz. ukamning telefoni kuchli. Meniki ikki bo'lsa ham PUBG o'ynaganman. Aha, qanaqa PUBG o'ynagan desangiz, 2018-yilda ishlab chiqarilgan va yangisini zo'rida o'ynaganman. O'zlaringizga tavsiya etaman. Minecraftdan qolmanglar. O'yin Minecraft zo'r deydi. Kommentariyada negativlik qilmanglar do'stlar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Uncha bo'lsa sizlarni yaxshi ko'raman. Tamom. Hali videoga ketdik. Video boshida umuman gapirilmaydi endi. Bir soatdan keyin Akam hazırlashyapti. Biz shunaqa hazırlashib turamiz. sizlarni ko'nglingizni ko'tarishni xohlaymiz. Bolalar, endi biz temirlarni yerga olamiz. Uncha bo'lsa ketdik. Ha, ukam hozir motosikl haydamoqchi bo'lyapti, lekin motosiklim yo'q. Yig'lab jonimga tegib ketdi. Uncha bo'lsa o'zi tepkilab o'ldiraman men buni. Shuning uchun like bosinglar. Sizlarni ham qo'lingizda bo'lmasa tepkilab o'ldirmasimdan like bosinglar. Xo'p, jahlim chiqib ketdi do'stlar. Jahlim chiqib ketdi. Nechun xotirjamlik. Oy, ana bu tog'ning tepasida qo'ya qolsam, juda ham zo'r bo'lar edi. Asabimni qo'zg'ama ukam. Qo'rsan qo'l zo'r ketadi. Lekin uyiga chiqqancha o'lib ketamiz. Xo'p. Video boshida ovozimiz o'chdi va ovozimiz o'chadi tamom.
Bollar ve bizning oxirgi temirimiz. Ana Oh my desamiz god. Oh Shit. shit. My god. Oh ha ha ha. Ha ketdik. Sizlar bilan Yozov degan kanalni otimi manda shu men ukamni akasi bo'laman. Shu uchun mani kanalimga kirib obuna va like qo'yinglar. Ikkita kanalim bor. Ukam aytganidek Yozovbek 07, Yozovbek 120 deganda yana shularga kirib like bosinglar. Tushundinglarmi? Men 6 kilo ko'rgandan keyin sizlarga ko'proq videolar chiqarishni xohlayman. Uncha bo'lsa bizga like bosing. So'z yo'q ekan. Ko'raylikchi. Wow, yer ostiga qaranglar. Sho'si o'ladi. Wow. Do'stlar, buni ko'rganmisizlar? Akula yuribdi. Oh, what the? O'lyapti, ha, o'lyapman. Yaxshiman. O'lib ketdik bu yerga kelgancha. Bilim. Uncha bo'lsa, ukam gapiradi endi. Mani vaqtim yo'q, ish qilish kerak. bollar tez qirg'oqqa borish kerak. Men bu yerda yashay olmayman. Bu yerda oddiy qirolku. Yo'q. Mayli, bu yerga chiqib olsak bo'ldi. Yo'q, nima uka, mana shunda o'yg'urasan-ku. Delfin o'tib ketdi yonimizdan. Kech tushdi-ku. Hey, tez yur, ukam. Ukamdan kesdi shu. Videomuzda asablarimiz yomon ko'pdi. Jimgina o'tirgan mana chiqdi. Anada yağmur asabım çıktı. Dostlar, şöyle videomuz tugadi. Biz zaten yetişimiz gerek. Hamacı köy.